Do'stlar, Agroto Holdings kompaniyasida Qurbon hayiti munosabati bilan 50 turdan ortiq tovarlarimizga 10% dan 70% gacha mega aksiyamizga start beramiz. Do'stlar, endi ekrandan uzoqlashmasdan diqqat bilan eshitamiz. 2 qatorlik, ya'ni aylanma bo'lgan pulugimizni 20 million sotilgan 15 million so'mdan qilib beramiz. Eng asosiysi mana katta atvolli 3 korpusli aylanma bo'lgan pulugimiz Lemkindan hech qanaqa qolishmaydigan 110 million so'm sotilgan 65 million so'mdan qilib berib olamiz. Bu realni. Faqat shoshilib qolamiz, ketib qolmay qolsa keyin janjal qilish bo'lmasin. Mana 5 qatorli klassik pulugimiz 52 million sotilgan 42 milliondan beramiz. 4 qatorli klassik pulugimiz 42 million sotilgan 35 million so'mdan. 3 qatorli klassik katta atvalli 30 million sotilgan 25 milliondan. Mana mini sadvi, ya'ni bog'lar orasiga kiradigan 5 korpusli klassik 27 million sotilgan 20 milliondan qilib beramiz. Mana undan ham kichkina atvalli 4 korpus 23 million sotilgan 17 milliondan berib olamiz. Do'stlar, mana bunaqa dangasa baloni borlarni 23 milliondan sotganmiz, 17 million so'mdan 4 korpusligini mana optimiga qishloqchasiga aytgan optimiga berib olamiz. Undan tashqari mini traktori bor do'stlarimiz, akalarimiz 13 million so'mdan sotilgan mini pulukchalarimiz 9 million so'mdan berib olamiz. 3 qatorlarni 8 milliondan ham berib olamiz do'stlar. 2 qatorlisi shunday ham berib olamiz, lekin qolmay qolgan. Mana chizellar bor. Hindistondan keltirilgan, yonlari ochiladigan 9 qatorlik 50 million sotilgan 20 million so'mdan berib olamiz. Bu sensatsiya-ku, faqat shoshib qolamiz. Mini chizellarimiz bor. 16 million sotilgan, Hindistondan keltirilgan. Mana 6 million so'mdan berib olamiz do'stlar. Bu вообще 13 million so'mdan sotilgan 5 million so'mdan berib olamiz. 24 dan ortiq bo'lgan mini traktorlar uchun juda qulay keladigan. Endi buni lekin skidkada bermaymiz, chunki o'zi skidka narxi ekan. Bunaqa bilasizlar, yangi keladi har safar. Bu 2 metrdan ziyod, bu 1.80lik. Buni ham o'z narxida beramiz, 16 million so'mdan qilib beramiz do'stlar. Bog'larni uchiga mana apreskitl 200 litrlik, mana benza o'zini shunday tortasdan yurib ketadigan 7 million sotilgan 6 milliondan bunaqa apreskitlarimiz bor. Eng dahshatli bunaqa drabilka bor. Mana makka tiqib olsa ham bo'ladi. Donlarni ligrovka qiladigan, bilasizmi, 7 million soat, 2 million 700 tekin-ku bu. Mana yem xashak uchun ho'l xashak solasizlarmi, qurug'imi farqi yo'q, makkami, bedami, xohlagan narsani solasizlar bu yerda otib yuboradigan, chiqaradigan bularimizni bor-ku, 5 million emas, 4,5 million so'mdan qilib beramiz do'stlar. Mana bunaqa vilkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, paddon ortishga 12 milliondan, men bularni 10 million so'mdan berib yuboramiz. Agar bitta ikkita narsa kattaroq narsa olsanglar, bonusga ham qo'shib berib yuboramiz. Do'stlar, eng asl diska baranalar 12 million sotilgan 10 milliondan beramiz do'stlar. Men buni ham 10 million so'mdan beraman. Bunisi ham 10 million. Hozir kunda kerak bo'ladigan enru, dori, bug'doy, qanaqa preparat bo'ladigan bo'lsa, sepishga 18 million sotilgan 1 tonnalik 15 million so'mdan Turkiyaning Astar kompaniyasining mahsuloti hisoblanadi. Mana optimiga 1 tonnaliklarini hammasini 15 milliondan qilib beramiz. 600 litrliklarni 12 million so'm qilib qo'ydik do'stlar. Eng kattalaridan biri mana mega aksiyamizda press-podvorchik qolgan 230 million so'm sotilgan press-podvorchikni 160 million so'm mega aksiya qilib qo'ydik. Bundan boshqa arzonini topolmayapman do'stlar. Agroto Holdings kompaniyasi skladlarimizga yangi tovarlar kelayotganligi munosabati bilan skladlarimizni tozalash uchun Qurbon hayitigacha bo'ladigan aksiyamiz mana ko'rib turibsizlar, 10% dan 70% gacha bo'lgan 50 turdan ortiq tovarlarimizga aksiyani berib yubordik. Undan tashqari mana yangi kelgan kultivatorlarimiz bor. O'sha sizlar xohlagan 76-60 oraliqqa tushadigan, ligrovka bo'ladigan, dori ham sepadigan. Undan tashqari zo'r frezalarimiz kelgan. Mana bulardan ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Bulardan ham ulgurib qolsanglar bo'ladi. Yana zo'r mana bunaqa katushka suv sepadigan, eng qiyin sharoitlarda ham ishlab bera oladigan, dosh bera oladigan 300 metrlik mana shunaqa sug'oradigan texnikalarimizgacha olib kelib qo'yganmiz do'stlar. Undan tashqari mana kultivatorlar bor katta, seyalkalar bor. 6 qatorlik seyalkalarimizni ham do'stlar o'sha munosabat bilan skidkaga qo'ydik. Uni ham xudo xolasa sizlarga taqdim qilamiz. Faqat bu Qurbon hayitgacha davom etadigan skidka, ulgurib qolinglar, bu bir marta bo'ladigan do'stlar. Undan tashqari har xil turdagi frezalar kelgan mana mini traktorlar uchun, o'rta klassdagi traktorlar uchun mana eng baquvvat ishlarini ham qaranglar, eng dahshatlaridan yetib kelgan. Bularni hali xudo xolasa mana yig'ish jarayonida yig'ib bo'lgandan keyin undan tashqari traktorlarimizga ham bor. Bular ham imkoniyat qilsanglar bo'ladi. Traktorga qo'shib, agregat yoki bu pulukka qo'shib nimadir olib ketsanglar manfaatli bo'ladi. Nomerlar bor pastda. Do'stlar, shoshilib qolamiz. Faqat Qurbon hayitigacha bu aksiyamiz davom etadi.